Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 6-oyning 29-kuni shanba. Men 2 haftada bir qatim qiladigan videoga chiqishim. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Nima ehtimol diqqat qilgansizlar, bugun qapoqlarim biroz ushuq. Sababi bizniki har oyda Dunyo Uyg'ur qurultayiniki rahbarlarining bir yig'ini bor. Bu yig'inga qatnashadiganlar ichida vaqti eng keyin men bor Kaliforniyadan, ya'ni boshqa qarindoshimiz bor. Eng baldur yerdan Avstraliyadan qarindoshlarimiz bor. Shunga Avstraliyada oqshomisi soat 11da boshlansa yig'in, bizniki Kaliforniyada atgan soat 4 bo'ladi, atgan tong atishdan burungi 4. Shunga bugun soat 4 qopib 2 soat yig'in qatnashib, undan keyin ishni qilyapman hozir. Ashta bu boshqa qapoqlasa ushuq to'g'ri tushunasizlarmi? Bugun jami 6 mazmun boshlaydigan. Uniki birinchi mazmuni, birinchi mazmun Uyg'urlar haqida. Ehtimol yaqinda angladinglar. Uyg'urlar to'g'riliq bir qaror ilindi, Uyg'urlar munosabatli bir qaror Londonda. Uni nima desanglar, 2019-yili Dunyoviy qonun harakati turi degan o'rin bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliya yuqori sotiga bir sot mahkamasiga bir arz sungan. Bu arz shu 27-iyun kuni, 2 kunning oldida rasmiy qabul qilinib, bu vaqtda qaror ilindi. Bu Angliyaniki arziyat yuqori sot mahkamasi 27-iyun kuni olgan tarixiy qaror bo'yicha qaraganda Angliya davlatlik jinoiy ishlar idorasining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq to'qimachilik maslahatlarini tekshirmasligini qonunsizlik deb e'lon qilgan. Endi mushu sud mahkamasiniki qaror bo'yicha bo'lganda, bundan keyin parcha sotquchi shirkatlar Angliyaga import qilgan maslahatlar majburiy emgakka chetishlik bo'lsa, qonuniy jazoga tortiladi. Bu nima degan gap desanglar, agar Angliya bundan keyin Angliyadagi shirkatlar Xitoyda ishlab chiqarilgan Uyg'urlarniki majburiy emgaki bilan munosabatlik to'qimachilik maslahatlarini Angliyaga akirsa, uni qonunsiz deb ularni jazolaydi degan gap. Buniki ahamiyati bek zo'r, bu bir intayin cho'ng qaror. Endi yaqinqi 7 yildak vaqtning mobaynida biz Uyg'urlar intayin ig'ir ziyonlarni tatdiq, ig'ir bedellarni to'ladik, bo'lib o'tgandikilar irqiy qirg'inchilikni to'xtatmadik. Hozir Xitoylar qildig'ini qilib, bordig'iga qilib berib, endi ikkinchi bosqichliq o'ziniki jinoyatini yuyish ishlarini boshladi. Lekin Uyg'urlar to'lagan badal bekorga ketmadi. Uyg'urlar bergan qurbonlik bekorga ketmadi. Buniki eng mush orqali vujudga chiqqan eng cho'ng ish Xitoyniki haqiqiy abdi basharasi dunyoga oshkorlandi. Shu orqali dunyo Xitoyni tunidi. Bu ishda to'p qo'shgan boshqa omillarmi bor. Hong Kong, Tayvan, Tibet degandek. Lekin Uyg'urlar duch kelgan, Uyg'urlar o'z beshidan kechirgan irqiy qirg'inchilik bu ishda intayin cho'ng rol o'ynadi. Angliya chiqargan ma'vu qarormi bundan keyin Xitoy iqtisodiniki nacharlashishni texmo zo'r darajada ilgari surdi. Xitoy hozir o'z ishlab chiqargan mahsulotlarni chet elga eksport qilishda zo'r qiyinchiliklarga uchrayotdi. Shunga iqtisodiy shiddat bilan tushyotdi. Men bu vaqtda to'xtalman. Ma qaror shunga munosabatlik. Bu Uyg'urlar to'lagan badalniki bir natijasi. Bu vaqtda boshqa medialar ko'p to'xtaldi. Men shunga bu vaqtda ko'p to'xtalmayman. Bugun to'xtalgan ikkinchi mazmun payshanba kuni Amerikada o'tkazilgan Amerika prezidentlik munozara. Biden bilan Trump o'rtasidagi birinchi qatimliq munozara. Bu yil Biden 81 yosh, Trump 78 yosh. Ehtimol bu munozara haqida bir qism gaplarni anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu munozarada hammadan qarashicha, men shunday qarayman. Biden intayin ig'ir darajada ustudi, Trump ustdi. Shaxsan men ikkisiga nomer qo'yib baqdim. Agar men nomer qo'ysam, Trumpga 90 nomer beraman, Bidenga 20 nomer. Bu munozara shunchalik bo'ldi. Bu qitimqi munozirada o'tirg'i tushgan bir qism
temalar var. Mesela iqtisod, balını tushirib nima ko'chmanlarning masalasi, tashqi siyosat, tashqi ishlar siyosati, undan keyin axloqqa oid bir qism ishlar. Bu jihatda konkretni nima gaplar bo'lindi, meniki bu yerga men videomda bularni deyishniki hojati yo'q. Nima ish qilsanglar, Trump 4 yil prezident bo'ldi, Biden hozir 3 yildan ortiqroq vaqt prezident bo'ldi. Ularniki davlat ichi va sirti qaratgan ishlarda qanday siyosat tutganligi hammalarga ma'lum. Bu to'g'riliq ko'p to'xtalishniki hojati yo'q bo'lgan. Endi bu qitimki bu munozirdagi ahvol odamni intayin ichindirdi, ümidsizlantirdi. Nima ish qilsanglar, Amerikaniki rahbariy qatlami, oliy darajalik rahbariy qatlamining mushundaq bir darajaga kelib qilishi odamniki kalasidan zot o'tmaydi. Masalan, bu qitim qilma munozirni Amerikaning CNN degan media shirkati yapadi. Aslida burungi vaqtlarda Cumhuriyetçi Partiya bilan Demokratik Partiya birlikda bir saylam munozirasi elib boradigan, o'tkazadigan bir organ qurib ekan bo'la. Hozir qadar bu ishni shu organ qilib ekan. Masalan, o'tgan qatamliq 2020 yildagi Biden bilan Trumpniki elib borgan munozirasini shu organ elib borgan ekan. Lekin bu aslida demokratchilar bilan Cumhuriyetchilar birlikda qurgan, o'tirda neytral turib ish qiladigan bir organ ekandiq. Lekin bu ish qamlashmoqdi. O'tganda qattiq qamlashmoqdi. Ashta bo'g'ashqa buni amaldan qoldirib, bu qatam CNN degan bir cho'ng media shirkatini qilishga topshiribdi bu qatam. Endi CNN deganmi solchi bir media shirkati aslida. Bu qatam savol so'rashga qo'yilgan bir er va bir ayol. Bu ikkilamni burundan tortib Trumpniki yomon gapini qilgan kishilar Trumpdan yaxshi ko'rmaydigan. Lekin bir kunki bu munozirada bu ikkisiniki ifodasi xil yaxshi bo'ldi menimcha. Solchilikqa Biden tarafga egib ketish unday egri bo'lmaydi. Savollar xil obdan tushdi deb o'ylayman. Endi nima uchun meniki Trumpga 90 numr, Bidenga 20 numr beraman deganda sizlar men shu munozirniki videosini bir YouTube videosi bor. Buni men Facebookga chiqarib qo'ydim. 10 minut yerini ko'rib olsang bo'ldi. 5-10 minut 5 yildagi shu orqali o'qib qolasizlar. Bu qatim bu ikkisi maydon kirgan chog'da Biden oldida kirdi, Trump esa keyinroq kirdi. Ikkisi qo'llashib kirishmi qo'ymadi. Ondan keyin bir-birisiga bo'lgan qarashlari, tutgan pozitsiyasi, ko'z ishoratlari, chiroyi intayin ashaddiy dushmanlarga muomala qilgandek mushtlash bo'ldi. Ondan keyin bir-birisini sen yolg'onchi degan gaplarni ko'p ishlatadi. Stupid degan dot degan gap. Inglizchada dot ishlatilgan bir qancha gaplar bor. Masalan, silly, stupid, ondan keyin dumb degandek mesela gaplar bor. Bu silly, stupid degan gap sen dot, hamoqat degan sheki eng egri gap balki salbiy tarafdan ishlatilgan so'z. Mush gaplarni bir-biriga xil ishlatdi bular. Lekin bu qitimki Trumpda bo'lgan bir o'zgarish oldingi 2020 yildagi saylovda Trump kichik faldek muomala qilgan nurg'u vaqtlarda qiliqlari kichik faldaga o'xshab qolgan. Bu qitim nihoyat o'zini tutib olgan, nihoyat salmoqlik bilan muomala qildi. Biden bo'lsa birsi chiriyda hech qanday hissiyat yo'q. Xuddi bir qo'ychoqga qilayotgandek bir ko'rinish. Ko'zida olib, ajoyib bir vahshiy ko'z nuri bilan so'zlab qildi. Undan keyin ko'p yerlarda gapini boshlab oxirini topolmay, so'zni topolmay, unutib qilib demoqchi bo'lgan gaplarni. Ishqib ajoyib chandiryapti. Bu qitimki bu munozirdan burun demokratchilar nima prezidentlar dam olgan bir yer bor, Camp Davis degan. Ashaga 16 Amerikaniki eng cho'ng demokratchilarning ichidagi eng kuchli qadamdan 16 odamni yig'ib ashaga Bidenga bir hafta munozirasini uyutib ekan bular. Bir hafta. Bular uyutib kelgan Bidenga, ammo Trump hech qanday o'zini tayyor qilmagan bu qatimqi nimaga.
munozirga. Lekin o'tirib tushganda boy intayin chandırib qo'ydi. Bo'lsa bir ko'rtinglar, odamni ichi og'riydi boydanga ko'rsanglar. Lekin bu odam qalbisiga keladigan narsa nima desanglar, dunyodagi eng kuchli davlatniki bosh qo'mondonining hozirgi holati qanchalik, qandaroq. Ondan keyin yaqinqi 3 yildan ko'proq vaqtlarning mobaynida Amerikani zoti kim boshqarib kelgan? Baydenning altini ko'rsanglar, Baydenda hozir Amerikani boshqara oladigan bir holatning borligini ko'rmaysizlar. Şuna Bayden o'rindiqda o'tirib turib ishlarni boshqalar qilganligini aniq bo'ldi bu qatim. Shu mush taraflar odamni intayin ichindirdi. İçi ağrıydı adamniki. Nima uchun demokratchilar mushundaq bir odamni mushundaq bir munoziraga urlashtirib, mushundaq sharmanda qiladi dunyoni oldida degan savol tug'ildi odamning beshiga. Endi odatda burungi yillarda birinchi qatimliq munozira ikki prezidentlik kandidatlar o'rtasidagi munozara 9-oyda bo'ldi ekan. Bu yil 6-oyda bo'libdi. Bu 3 oy ilgari suribdi. Endi ba'zi kishilarning qarashicha buni qasddan qilgan deydi. Bu nima deganda, Baydenni chupkasin, raislikdan chupkasin, buni qamlashtirolmayapti deb qaraydiganlar ko'p ekan. Lekin Baydennikin aytib o'zining g'urur kuchliq. Ondan keyin Demokratchilar partiyasininkı a'zolarining ichida Baydenni oldin qatim qo'llaganlarning soni 95%ga bordi ekan. Ashta bu boshqa Bayden tushkunilmay ekan o'zi. Tushkunilmay ekan odamni tushirolmay, ashuna bu qatim qasddan mushtaq bir 6 oy baldir mush munozara o'rlashtirib, shu orqali Baydenninki hozirgi holatini dunyo olam oldida bir namoyon qilib, shu orqali demokratchilarni qayli qilish, Baydenning o'rniga boshqa odam chiqarishni qayli qilish mushtaq ishni tutdi deb qarayotganlar bor. Endi agar bu yilgi saylamdan burun yoki kelar yil 20 kundan burun agar Bayden favqulodda o'lib ketib qolsa masalanga, uning o'rniga Kamala Harris chiqadi. Hozirgi muavin prezident ayol. Yerim qora, yerim Janubiy Amerikalik, yerim Hindistonlik, yerim Janubiy Amerikalik ayol. Bu ayolni demokratchilar yaxshi ko'rmaydi. Bu ayolda muavin prezident bo'lgan iqtidor yo'q. Hozir qadar uning narsani qat'iy isbotlay olmadi. Ashta bu boshqa Baydenning o'rniga bu ayolning chiqib kelishidan o'lgida qo'rqdi demokratchilar. Endi uni chiqarmay, buning o'rniga Baydenning o'rniga boshqa odamni chiqaramiz desa, buni qanday qiladi? Qanday qilish kerak? Bu jihatda aniq bir chora yo'q hozircha. Amerikada burun bunday ishlar bo'lib boqmagan ekan. Ashta boshqa endi mushqatimki munoziradan keyin butun demokratchilar ichida Baydenni almashtirish kerak degan o'rtaq ovoz chiqdi demokratchilarning ichidan. Demokratchilar rasmiy qattiq andishaga botdi bu qatim. Holatni ko'rib. Nimishqa degan chog'da bu qatimki bu munozirada Baydenniki o'ynagan roli intayin nachar bo'lg'achqa, bundan keyin boshqa saylovlarda, masalan, shtatning boshliqlari, senator, avam palatasiniki a'zolari degan qolgan saylovlardami demokratchilar xil ziyon uchrashi mumkin. Bu bir tarafi va yana birisi zodi qanday qilish kerak bu yilgi saylovni. Qanday qilganchada demokratchilarga biroz yo'l ochqili bo'ldi. Hozir bu masalada bütün demokratchilarning qattiq andishaga patdi hozir. Endi shunga bu ishlar hozirmi aniq emas. Zodi bular qanday qiladi? Almashtirsa kim almashtirdi? Hozir demokratchilar ichidami darhol Baydenning o'rnini almashtirman degan bir kandidat yo'q. Hozir kishilarniki qarashicha agar buni almashtirish to'g'ri kelib qolsa, birisi Kaliforniyaniki shtat boshlig'i Gavin Newsom degan bir odam bor, yosh odam, kirishgan odam bu. Lekin bu intayin solchi, Kaliforniya intayin solchi. Bu odamni kandidat qilib chiqarsa, Amerikaliklar saylamaydi bu odamni. Lekin Hillary Clinton ehtimolga bor deyotdi, ammo Hillary Clinton bek sesib ketdi. Uniki qilgan bir qator nachar ishlar bor Amerikaning qonuni xilop. Agar Hillaryning o'rnida agar jumhuriyatchilar bo'lgan bo'lsa, allaqachon necha qatim jazo tortilib bo'ldi. Trumpniki jazoga tortilgan jinoyatlari Hillary Clinton qaraganda yirik meni qarashimcha. Lekin Hillary Clinton hech qanday gap kelmadi. Gap kelmagan bilan Amerika xalqining ichidagi obrazi
innovati töven bu ayolniki. Ondan keyin Obamaning ayoli Michelle Obama chiqishi mumkin degan bu gapim bor. Lekin Michelle Obama hozir qadar hech qanday siyosiy sahnalarda o'qitib boqqan emas bu ayol. Ashta boshqa uniki ehtimolligimi cho'ng emas dedi. Ish qilib hozir demokratchilar Baydenning o'rniga bir yangi kandidat chiqay desa darhol chiqadigan adam yo'q. Shunga mushundaq bir ahvolda turyotdi. Shunga bu ishlar keyin bundan keyin qanday mang'ud o'qilolmaydi. Shunga kuzatish kerak. Endi meniki bu qatimki munozirani ko'rdim men, boshdan oxiri ko'rdim. Munozirani ko'rdim, nurg'un kishilarniki analizlarini angladim. Meniki o'zimning farzimcha demokratchilar utdi deb qatim. 11-saylovda uttirdi. Trump chiqdi. Bular qanday tadbir qo'llanishini qat'iy nazar. Endi eng alqi bu ishda ashta bo'lishiga sabab bo'lgan eng cho'ng narsa nima desanglar, sizlarmi o'zinglarniki turmushida his qilaysizlar. 3 yilning oldidan sizlar turgan chog'da sizlarning iqtisodinglar qanday bo'lib ketdi? Har bir odamning iqtisodi qanday bo'lib ketdi? Dunyoning iqtisodi qanday bo'lib ketdi? Dunyo qanday bir holatga kirib qoldi? Necha urush bor hozir? Mana ko'rib basanglar uquldi buni. Buni burun Baydenni qo'llaydigan, masalan, Amerikada qartaliklar bor edi. Ular hammasi Baydendan yuz o'rdi biroz hozir. Andan keyin Meksikaliklar Hispanik deydi. Ular mana shunday. Chiqilib burun demokratlarni qo'llagan kishilarning hozir ahvoli intayin nachar. Bo'libmi Bayden chiqqandan keyin chegarani echitib Amerikaga 18 million qonunsiz ko'chmanlar kiribdi. 18 million o'ylab yaqinlar. Mening bilishimcha Gollandiyaning nufusi 5 millionmi ashtaraqqa deyman. 10 millionmi chiqilib. Yevropadagi necha davlatniki nufusi bilan barobar odamlar kirib bo'ldi hozir. Buning ichida kirganlarning ichida eng ko'p Xitoy. Yaqinqi bo'lib mana oxirgi vaqtlarda kirganlar eng ko'p kirganlar Xitoy. Buning ichida har xil odamlar bor. Odamni ajoyib hayron qoldiradigan narsa, hozir biz bir yerga borsak oydirmada shunchalik tekshirib 2 soat baldir berib tekshirib orqadan chiqamiz. Ammo o tarafda chirani eshib qo'yib dunyodagi rengarang odamlarning hammasi Amerikaga keldi hozir. Mushu ahvol butun Amerikaniki jamiyatiga ta'sir o'tkazdi. Bu qatim Trump bir qancha qatim tilgan bir cho'ng ta'siri Amerikaga bo'lgan. Bu ko'chman yaqinda qonsiz kirgan kishilar qartalliklar bilan Meksikaliklarning xizmatini tortib olib Amerikani iqtisodini texnik nacharlashtirdi. Bundan nurg'un masalalar tug'ildi. Jinoiy ishlar jihatda degan masala. Amerika ahvoli hozir haqiqatan shunday. Ashta boshqa mening farzimcha bu yil 11-oydagi prezidentlik saylovida demokratlarning utish ehtimolligi ancha yuqori emas. Hozir ahvol shunday. Endi ba'zi kishilar meni Trumpni yaxshi ko'rdi deb boshqa o'ylab qolganlar. Uni emas. Masalaga o'zim kuzatgan reallikni da'votaman. Trumpni yaxshi ko'rgan. Trumpniki siyosatini yaxshi ko'raman, lekin odamiylikni yaxshi ko'rmayman. Shunga bu nuqtashtaq. Men hozir sizlarga da'vat qildim, o'zimni kuzatgan ahvolni deb qo'yaman. Qandaqdir men Trumpni yaxshi ko'rganim uchun da'vat qilgan gap emas. Lekin agar Trump chiqsa Amerika va dunyo vaziyatida cho'ng yaxshilanish bo'ldiganligiga ishonaman. 3 yilning oldida shundaqdi. Yine ashtaq ahvol tez kelmasligi mumkin asliga, lekin shu yaxshilanish tarafga qarab mang'udi deb o'ylayman. Yolg'iz u iqtisodiy ahvol, siyosiy ahvol emas, axloqiy ahvol. Hozir butun dunyoning axloqi buzilib ketdi. Shu dunyoniki axloqining buzilishida Amerika eng cho'ng rol o'ynayotdi. Amerikaning ichida bo'lsa demokratchilar, solchilar intan cho'ng rol o'ynayotdi. Men bu jihatni biroz yaxshilanish bo'lsa ekan deb umid qilaman o'zim. Bilgan so'rayotgan 3-mazmun Xitoy haqidagi xabarlar. Yaqinda chiqqan cho'ngroq xabar Xitoyning ichida 2 kun oldida bo'ldi, bu payshanba kuni. Xitoy ichidagi cho'ng amaldorlarniki jazolanishi. Buning ichida bunday bir ahvol bor. Xitoy Kompartiyasiniki 20-qurultay 3-umumiy yig'ini kelar oyniki 15-kundan 18-kungacha Beijingda ochiladi. Bu yig'in kechikib ketdi. Sizlar allaqachon burunli ochilib bo'lish kerak. Kechikib oxiri bu yil kelar oyda ochilgan bo'pti. Endi shundan burun hozir Xi Jinping bir qism odamlarni tutib o'tadi.
yaqinda cho'ng amallardan tutish ishlari voqeasidan bir qanchasi bo'ldi. Maqatim payshanba kuni bo'lgan voqeani bilsanglar, payshanba kuni Xitoy Kompartiya komiteti, markaziy komiteti qaror qilib, Jingjuji siyosiy byuro qaror qilib, sobiq davlat mudofaa ministrlaridan Wei Fenghe degan Xitoy bilan Li Shangfuni barliq partiya va harbiy huquqlarini elib tashladi. Li Shangfu degani shu eng oxirgi Guo Fangbujan Xitoy davlat mudofaa ministri. Bu Xitoyni Amerika jazolagan. Amerika qora tizimga kirgizgan. Shu İran'a qurol setish masalasi bo'da, men ismini qilish qilgan. Bu ikkisi Şangjan'daki Xitaycha bu cho'ng eng yuqori harbiy amaldorlik darajasi var bularniki. Mushta odamlar bularni partiyada mı qo'llagan, anikin Jo'yang a'zoligini olib tashlagan. Bularniki birisi raketa qo'shininiki cho'ng qo'mondoni, yana birisi quruqlik armiyasiniki yuqori daraja qo'mondoni. Wei Fenghe Xi Jinping 2012-yilda shu huquqqa chiqqandan keyin lamkin Şangjan qilib o'stirib ekan. Undan keyin davlat mudofaa ministrligi bo'lgan. Li Shangfu shu keyingi vaqtlarda o'stirilgan bir odam, oxirgi qatimqi davlat mudofaa ministri endi. Xitoyniki 7 kishilik markaziy harbiy komiteti bor. Buniki raisi Xi Jinping o'zi, yana 6 odam bor buning ichida. Ma 2 odam shu 7 odamniki birisi. 7 odamning birisi. Ya'ni eng yuqori darajadagi harbiy qo'mondonlar degan gap. Shunga unda 2 cho'ng qo'mondonlarniki biraqlamkin huquqini ilib tashlanishi Xitoyniki partiya tarixidan tunji qatim, davlat tarixidan tunji qatim. Bu yerda yana qiziqarli yana bir narsa, nemini Wei Fenghega berilgan jazo berilgan chog'da tilga ilingan gunohi uning yuqorgi sodiq bo'lmagan degan gapni tilga olibdi. Demak, uni Xi Jinpingga sodiq emas degan gap endi. Xi Jinping boshqa butun ishlarga qaraganda kishilarniki o'ziga sodiq ekanligi emasligiga intayin bak ahamiyat beradigan odam bu. Shunga agar sodiq bo'lsa, qolgan har qanday gunohlar bo'lsin kechirib oladi. Agar sodiq bo'lmasa, qattiq jazolaydi. Shu ishni qilib kelyotdi. Masalan, Qingang o'tganda davlat mudofaa, Xitoy tashqi ishlar ministrligidan olib tashlangan Qingang degan Xitoy. Uningga tegishli jazo berilmadi. Nima ish qilsa, bu Qingang degan Xitoy Xi Jinpingga intayin yuqori darajada sadoqatmandlik ko'rsatgan odam bu. Buni jazolamadi. Lekin qolgan boshqa odamlarni jazolatib bordi. Shunga bu yerda Wei Fenghe'ga ortilgan gunoh yuqori sadoqat emas, samimiy emas degandek gunohni ortibdi. Endi bu Li Shangfu bo'lsa boshqalarga parvagan degan gapni tilga olibdi. Bu yerda boshqalar Xi Jinping emas. Agar Xi Jinpingga parvagan bo'lsa, uni tutmaydi. Shunga belki boshqalar degan kim? Buni qo'llanmaydi. Ishqilib bu ishkilisi mana huquqidan ilib tashlandi. O'tgan hafta yana bir cho'ng boshliq mana huquqidan tashlangan. Odatda 3-umumiy yig'inda cho'ng ishlar qilinmaydi, cho'ng qarorlar ilinmaydi Xitoyda. Cho'ng qarorlar asosan bu 3-umumiy yig'in ichilishidan burun qilindi. Shunga bu vaqtga ishlar 3-umumiy yig'inning oldidagi elib berilgan cho'ng qadamlar. Mushlar yuz beradi Xitoyda. Shunga yaqinki agar Xitoylarning medialar qarasanlar, chet eldagi mushlarni cho'ng xabar bo'lyotdi. Anakin yaqinda bo'lgan yana bir ish, Xitoyda bir iqtisodiy munbar yig'in ochildi, xalqaro. Xitoyniki Shenzhendami ashratlar ichildi bu yig'in. Xitoyniki hozirgi boshbaqoni Zhongli Li Chang ashyaga berib yig'inda so'z qildi. So'z qilib bo'lganda shu munbar yig'inidagi raisi Li Changdan ba'zi savollarni so'ragan chog'da Li Chang unga javob berib, Jungoniki Xitoyning iqtisodiy hozir
bir ig'ir kasal bo'lib qopqa odamga o'xshaydi. Uningga kuchli dori berishga bo'lmaydi deganga o'xshash bir gapni debdi bu yerda. Degandan keyin bu gap tez tarqalib cho'ng tem bo'lib ketdi Xitoyda. Xitoyning iqtisodiy bir cho'ng kasal bo'lib, ondan endi qopqa odamga o'xshaydi, uningga kuchli dori berishga bo'lmaydi. Junyi dorisidek dorilarni berish kerak. Yumshoq aql, kuchli emas dorilarni berish kerak degandek. Shuni bu jiq bo'lib ketgan, ammo bu gaplar bo'linib bir ay kun bular bo'lmay, Lichaniki bu so'zi butun Xitoydagi torbatlarning hammasida cheklandi. Yo'q, hozir topolmaysizlar. Demak, bu so'z Xi Jinpingning dahshatli xalq qildi degan gap. Xi Jinping Xitoyning iqtisodiniki qanchalik go'zal taraqqiy qilgan, gullanganligini deb yurayotgan odam bu. Lekin boshqalar Xitoy iqtisodiy ahvoliniki haqiqiy ahvolni deb qo'ysa, shu vaqtning o'zidan baloga uchraydi. Ashta boshqa Lichandan burungi Xitoyniki zunglisi Li Keqiangdi. O'qislan u vazifasining muddati tushib 6 oy bo'lmaylam, yurak kasalligidan o'lib qoldi. Shanxayga sayohatga berib, sayohat jarayonida yurak kasallik o'lib qoldi. Shu kishilar bir vosita Lichangmo ancha uzun bo'lmay kasallar o'lib qolishi mumkin deb qarayotdi. Nima deganda hozir Xi Jinping uni yaxshi ko'rmaydi hozir. Shunga bu ishlar qanday bo'ldi deb hozir o'qimaymiz. Ondan keyin o'tgan hafta bir hafta ichida Xitoyda 40 yezi banklari yo'qolib ketgan. Ba'zilarini boshqalarga birlashtirib o'tgan, ba'zilari taqalgan degandek bir haftaning ichida 40 yezi banklari taqalib ketgan. Bu hozir Xitoyning iqtisodiniki qaysi darajada yomonlashayotganligini ko'rsatadigan bir narsa. Ondan keyin yaqinda Xitoyda ig'ir tabiiy balo ofatlar bo'lyotdi. Oldingi necha haftaning ichida Xitoyniki bir qism joylari intan qattiq isib ketib, ko'llar qurib, suvlar qurib, 50 kungacha yomg'ir yog'may, butunlay yomg'irga tayanib turib, yezilik ishlab chiqarishlarni shug'ullangan rayonlarda 50 kungacha yomg'ir yog'may, butun ziroatlar qurib boshqa ketgan ahvollar bo'lgan. Endi Xitoyniki janubiy o'lkalarida qattiq yomg'ir yog'ib, suv ofati bo'lyotdi. Masalan, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Heilongjiang mushu o'lkalardagi 31 daryo teshib ketibdi hozir. Teshib ketib, cho'ng qiyonlar kelib, cho'ng suv ofatlari bo'lyotdi. Yaqinda bir video tarqaldi Turpan haqida. Turpandimi oldingi hafta yer yuzining temperaturasi 72 gradusni oshib ketibdi. Selsigrad biz ishlatadigan odatdagi selsigrad bo'yicha. 100 gradusda suv qaynaydi. 72 gradus isib ketgan yerga yalangoq tasiyolmaysiz, butun kuydi endi. Turpanki ba'zi yerlar ashunday isib ketibdi. Men bir videoni ko'rdim. Ondan keyin yaqinda yana cho'ng xabar bo'lgan ishlarning yana birisi o'tgan hafta, shu hafta. Nimada nimani unutib qoldim. Shanxayning qashidagi bir shahar u. Shanxayning qashida yapıloqlarning shirkatlari jiqchalashgan bir shahar ismini unutib qoldim. Ismi kelmayapti. Shu shaharda bolasini bir yapon maktabiga elib ketayotgan bir yapılık ayol niki mashinasi hujumga uchradi. Hujumga uchrab, bu ikki ana bola ikkilan yaralandi. Shu chog'da bir Xitoy ayol kelib hujumchini to'sib ekan, umi yaralanib, 3 odam yaralandi. Buning ichida ikki yapılıqlar bor. Bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Bu xabarga haqida Xitoyning tashqi ishlar ministri bayonotchisidan savol so'rasa, Jungu butun dunyodagi eng bexatar davlat. Bu bir yuz bergan favqulodda ahvol. Xitoyniki amniy ahvolni ko'rsatmaydi deganda gaplarni qilgan. Oldingi hafta 4 amerikalik hujumga uchragan. Dalyanda deyman, Dalyanda bosh tarafda. 4 amerikalik hujumga uchrab, umuman cho'ng xabar bo'lib ketgan. Xitoydagi bu ishlar cho'ng xabar bo'lib ketdi xalqarada. Mushtaqishlar tufaylidan hozir Xitoyga sayohatga borganlarning soni shiddat bilan ozayib ketdi yaqinda. Endi bu ishlar Xitoyniki G'arbga Amerika qarshi tashkilotining natijalari bular.
uzun müddet aşı tillab, Amerika'nı tillab, G'arbni tillab, bütün Xitoy ichki tashkilotlar ashta bo'lib kelyotdi. Yaqinda bu vaqtda Amerika'niki Xitoyda turishliq bosh elchisi bir bayonot e'lon qildi shu masala to'g'riliq. Tashkilot ashta bo'lgandan keyin Xitoy kishilarga minisi juyilib, Amerikaliklarga, Yaponiyaliklarga, G'arblarga bo'lgan o'chmanlik to'lqini qo'zg'ayotdi Xitoyda. Bu ishlar taraqqiyot nega bordi, buni hozir bir narsa deya olmaydi. Hozir endi iqtisodiy jihatda Xi Jinping duch kelgan intayin cho'ng bir masala bor. U nima desa, Xi Jinping hozirga qadar chiriklikka tayinlab turib, o'zining atrofiga shirik to'plagan. Xi Jinpingni qo'llaydiganlarning hammasi chiriklikning foydasini intayin zo'r darajada ko'rib, pul to'plab, boylik to'plab, shu orqali Xi Jinpingga taqsim ko'targan odamlar endi. Shunga hozir Xi Jinping chirikchilikka yo'l qo'ymasa, o'zining o'rnini tutib qolishini tez to'xtab qoladi. Lekin hozirgi yuz berayotgan chirikchilikni shu bo'yicha kontrol qilmay tashlab qo'ysa, Xitoy Kompartiya hokimiyatiga o'rnaladi. Shunga bu ikki masala bir-biri bilan ziddiyatlik, hozir qadar hal qilish chorasi yo'q. Ashta bo'lg'achqa hozir Xi Jinping degan jallod intayin ig'ir buni dekin qanday qilish haqida intayin ig'ir masalaga duch keldi, qiyinchilik duch keldi. Bugun so'rayotgan 4-mazmun Angliyalik bir odam bor. İsmi Craig Hamilton Parker degan odam. Bu odam kelgusi to'g'riq ramsaldiganroq bir odam. Uyg'urcha aytganda ramsaldigan. Uni psychic deydi ekan, inglizcha psychic. Men tashvir baxtim Uyg'urcha yo'g'inda o'qitib tushuntirilmayapti bu. Bu qanday psychic degan qanday odam desanglar, tabiiy qonuniyat bo'yicha iqtidorini tushuntirib bergan olmaydigan bir odam. Iqtidorga ega. Bu odamlar ma'lum bir iqtidorga ega, ruhiy jihatdan. Lekin bularning bunday iqtidorini tabiiy qonuniyat bo'yicha tushuntirib bergan olmaydi. Shu bu odam arlab kelgusi haqida farazlarni o'tirib qo'ydi, bundan ishlar yuz berdi deb. Burun aytdi cho'ng ishlarda bu odamniki o'tirib qo'ygan farazlari rost chiqqan. Shunga bek donliq bu odam. Masalan, rasmni ko'rsatib qo'yay. Bir minut vaqt olinglar. Madem şu. Craig Hamilton Parker. Bu adam bu yıl 4. ayının 30. günü yine bir qatar parazlarını oturup qo'yibdi. O parazlar jiq dünyadaki hem yerlerge bir tarqalgan narsalar. Men faqat şu Xitoyga oid qismini deb beray. Xitoy Patikanda intayin ig'ir kuchli darajada chekindi. Bu chekinish Xitoyniki yemirilishi, Xitoy Kompartiyasiniki og'dirilishiga olib bordi deydi. Meniki his qilishimcha Xitoyda biz burun faraz qilolmaydigan darajadagi cho'ng ishlar yuz berdi. Hozir Xitoyniki iqtisodi intayin nacharlashib ketdi. Uzun bo'lmay Xitoyda intayin cho'ng ish voqea yuz berdi deydi. Bu voqeadan keyin Tibet va Hong Konglar oldi bilan mustaqil bo'lib ketdi deydi. Tibet, Hong Kong, aniki Xitoylar parchalandi deydi. Bu odamning izil dab kelayotgan yeri. Mushqitim Xitoyda bir cho'ng yemirilish bo'lsa, shundaki Xitoy parchalandi. Maqatimi degan gapida Tibet bilan Hong Kong oldi bilan mustaqil bo'lib ketdi debdi. Bu yil 1-oyda deyman. Bu odam bir qatim mana ko'p ishlar to'g'riliq farazlarni o'tirib qo'ygan. U chaqda shu Xitoyda cho'ng yemirilish bo'lganligi, shundan keyin Xitoy parchalanganligi tilga vaqtida mustaqil bo'lib ketdi deganlarning ichida Uyg'urlar birinchi o'rinda turibdi. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong deb ashlar degan bu odam. Maqatda men xil tekshirib baxtim.
Uyg'urlarni tilga olmadi deb tilga tekshirsam bu qatam Uyg'urlarni tilga olmabdi. Bu ish meni biroz o'yga soldi. Nima uchun bunday o'zgarish bo'ladi? Birinchi oy bilan 4-oyning o'rtasida nima o'zgarish bo'ldi Uyg'urlar uchun degan. Shunga bu ishni har bir odam o'zi o'ylab baxsa bo'ladi. Endi meniki o'ylaganim hozir vatanda Uyg'ur yosh erlar qolmaydi. Qolganlarimi mashina odamga o'xshab qoldi. Buyruq bilan kontrol qilinadigan mashina odamga aylanib qoldi. Shu sababdan bo'lishi mumkin. Masalan, hozir Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirilib, Xitoyda bir cho'ng bo'linish paydo bo'lsa, Uyg'urlar o'tirib chiqib, mustaqil bo'la olamdi degan mana bir savol bor. Bu to'g'riliq men bir ilmiy tashrish bir narsa aytib olmadim, shunga bir narsa deyamayman. Lekin madamniki bu qitim Uyg'urlarni tilga olmag'iga biroz hayron qoldim. Bugun so'zlaydigan 5-mazmun Uyg'urlarga foydali Amerika xabari. Bu qanday xabar desanglar, yaqinda Trump o'ziga rais bo'lib saylanib qolsa, qanday siyosatlarni qo'lga olgani haqida gap qilgan bir vaqtda, mana shu ko'chmanlar haqida gap qilgan vaqtida u ba'zi bir biz uchun muhim gaplarni debdi. U nima desanglar, Amerikaga o'qish kelib 2 yillik yoki 4 yillik oliy maktablarni bitirgan yoki aspirantlarni bitirgan chet ellarga yeşil kart taqib berish kerak deb shu debdi. Green card deydi. Bu degan gap Amerikaning nupus qilish kerak, ularni ketkizatmas kerak. Ular ketsa Xitoyga bordi, Hindistonga bordi, o'sha shirkat quradi, millionlab odamlar ishlatadi. Biz ularni ketkizatmay, agar biz yangi ko'chmanlarni qabul qilamiz desak, mush 2 yillik, 4 yillik oliy maktabni bitirganlar va aspirantlarni bitirgan chet elliklarni Amerikada olib qolishimiz kerak deb o'sha debdi. Bu gap Amerika jamiyatida xila g'ulg'ularni qo'zg'adi, bo'lib Xitoylarning ichida masalan, mushtash mumkinmi deb. Bu Trump hozircha prezident bo'lib saylanmadi. Saylanning oldidagi deyotgan gaplari. Lekin bu gapniki anoyati hozirgi ahvollarni sezdirgan chog'da xila urug'liq bu gap. Nima desanglar, Baydenniki chegarani echitish siyosati bilan 2023-yili 12-oy bir oy ichida Amerikaga chegaradan qochib kirgan, qonunsiz qochib kirgan odamlarning soni 250 ming. Bir oyning ichida. Shunga Trump agar bizga yangi ko'chmanlar lozim deydi ekanmiz, oliy maktabni bitirganlar qolsa hamamdi deyotgan gapmi bu? Masalan, eğri 250 ming emas, yilliga 250 mingdan odam olib qolsa, oliy maktabni bitirganlarni butunlay mumkin. Amerika bir ko'chman davlati. Amerikaniki ko'chmanlardan boshqarishda Amerika dunyo bo'yicha eng tajribasi bor bir davlat endi. Ashta boshqa ko'chmanlarni kelishdan qo'rqmaydi. Lekin hozirgidek qonunsiz odamlarni qora quruq kirgizishga qaragan joyda oliy maktablarni bitirganlarni olib qilish bu aqlli ish. Trump bu gapni deb bo'lgandan keyin Cumhuriyetçi Partiyadagi munosabatli kishilar bu to'g'ri biroz tushuncha berdi. Trumpning degan gapida Amerika yaxshi ko'rmaydigan, Amerikani yaxshi ko'rmaydigan davlatlardan kelgan odamlar buni kirmaydi deydi. Masalan, bir qism davlatlardan kelgan odamlar bor, ular Amerikaga kelib, Amerikaga chishtirni bilan o'ch, Amerikaniki hokimiyatni ag'darib, jamiyatni qilmaslashtirish ish qilganlar bor. Bagan tushunchada bunday odamlar o'zi kirmaydi degan. Bir qismi terrorchi davlatlarning odamlari bor. Bunday odamlar buni kirmaydi degan biroz tushuncha berdi. Endi yolg'iz bu ko'chmanlar masalasini hal qilishlar ish emas. Oliy maktab, Amerikadagi oliy maktabmi bir intayin cho'ng iqtisod boylik yaratilgan organ. Amerikaga har yili nurg'un odamlar kelib o'qiydi chet eldan. Naydi yuqori o'qish pul to'laydi. Mush orqali meniki anglagan bir sonim
oliy maktablardan kiradigan kirim 150 milliard dollar mı işte kirim kirdi ki Amerika'nınki. Ya 2023 yılı aşağı bu mesela bir sanı anladım ben. Çünkü bu cihetin çok faydası var. İş qilib hozircha bu jihatda rasmiy o'tirib chiqqan siyosat yo'q. Bu Trumpniki saylam harakati jarayonidagi degan gaplari shundoq bo'lgan taqdirdami bunga diqqat qilib qo'yish kerak uyg'urlar. Bo'libmi Amerikaga ko'chman bo'lsak degan uyg'urlar nihoyat ko'p. Men davomli menga xat keldi bu yoqda. Qanday qilsam Amerikaga bora olayman deb. Bir yo'l balanglarni kelgusida Amerikada o'qitishga tayyorlashtiringlar. İmkaniyati bor qarindoshlar. Agar mush bir siyosat bo'lib qolsa, Amerikaga kelishninki eng yaxshi usuli balanglarni Amerikada o'qitish. Mush orqali pishinglar nihoyat osonlar bo'ldi. Shu buni bir deb qaydim. Bugun deydigan 6-cı xabar Uyg'ur Project Fondining xabari. Turkiyada bir singlimiz bor. Har oyda Uyg'ur Project Fondiga iyoni qilyotidi. Yaqinda yine iyoni qildi. Hozir Turkiyaning iqtisodiy ahvoli yaxshi emas. Aşnaq turib Turkiyada yashayotib turib Uyg'ur Project Fondiga iyoni qilish biz uchun intayin qadrli ish, qimmatli ish. Shunga bundan alayda tilag'im keldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Ammo bo'ladi degan men so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlar shunchalik. Kilar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.